Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirovna. Bugun biz siz bilan fe'l yasovchi qo'shimchalarning imlosi mavzusini o'rganamiz. Yangi videolarni o'tkazib yubormasligingiz uchun kanalimga obuna bo'ling. Ha aytgancha like bosishni unutmang. Bu meni juda ham xursand qiladi. Bayram so'ziga sinqvayn tuzib yozing. Yodingizda tuting. So'z asosiga la, lan, sira, illa, ulla, lash yasovchi qo'shimchalarni qo'shish yordamida fe'llar hosil qilinadi. 78-mashq. Berilgan gaplardagi fe'l yasovchi qo'shimchalarni aniqlab, gaplarni ko'chiring deya topshiriq berilgan. Aziz o'quvchilar, avval 4 ta gapni diqqat bilan o'qing. Ona tili daftaringizga husnixat asosida ushbu gaplarni ko'chirib yozing. Fe'l yasovchi qo'shimchalarni aniqlab, tegishlicha belgilang. Topshiriqni to'g'ri bajarganligingizni tekshiramiz. Birinchi gap, ko'maklashgan ish bitar. Ushbu gapimizda ko'maklashgan fe'lida ko'mak asos, lash fe'l yasovchi qo'shimcha, gan esa o'tgan zamon qo'shimchasi. Ikkinchi gap, talashgan yerda tariq bitmas. Ushbu gapimizdagi fe'l bu talashgan. Asosi tala, ammo qo'shimchasi sh. Bu fe'limizda fe'l yasovchi qo'shimchasi qo'llanilmagan. Uchinchi gap, odob salomlashishdan boshlanadi. Ushbu gapda salomlashishdan hamda boshlanadi so'zlari fe'llardir. Salom asos, lash fe'l yasovchi qo'shimchasi. Bosh asos, la fe'l yasovchi qo'shimchasi. Demak, otlarga lash, la qo'shimchasi qo'shish orqali fe'llar yasalgan. To'rtinchi gap, askardek biyron so'zla, so'zlaganda mazmunni ko'zla. So'zla, so'zlaganda, ko'zla so'zlari fe'llardir. Demak, so'zla so'zini olamiz. So'z asos, u ot so'z turkumiga tegishli. Unga la yasovchi qo'shimchasini qo'shsak, so'zla so'zi hosil bo'ladi va fe'l yasaladi. So'zlaganda so'zini olamiz. So'z asos, la fe'l yasovchi qo'shimchasi. Ko'zla fe'lini oladigan bo'lsak, ko'z asos, u ot so'z turkumiga tegishli. Unga la so'z yasovchi qo'shimchasini qo'shish orqali fe'l yasalgan. Sizlar ham mana shunday qilib fe'l yasovchi qo'shimchalarni belgilagan bo'lsangiz, barakalla. 79-mashqda sizlar bilan haqiqiy musobaqa uyushtiramiz. Qarang, rasmda bizni g'oliblik shohsupasi va oltin kubok kutmoqda. Bu cho'qqiga chiqishimiz uchun esa bizga la va illa qo'shimchalari yordam beradi. Tayyormisiz? Unda boshladik. Chap tomondagi ko'k zinapoyadan la qo'shimchasi bilan chiqamiz. Arrala, so'zla, tozala, dastala. O'ng tomondagi qizil zinapoyadan illa qo'shimchasi bilan ko'tarilamiz. Taqilla, vizilla, vaqilla, chapilla. Barakalla, mana barcha so'zlarni to'g'ri joylashtirib, shohsupaga ham yetib keldik. Ko'rib turganingizdek, so'z yasovchi qo'shimchalar yordamida nutqimiz boyib boradi. Siz ham darsligingizdagi 79-mashqni chiroyli qilib daftaringizga yozing. 80-mashq. Jadvalda berilgan so'zga fe'l yasovchi qo'shimchalardan mosini qo'yib, so'zlar hosil qiling va ular ishtirokida gaplar tuzing. Jadvalda ta'riflashgan fe'li berilgan. Asosi ta'rif. Ana endi qaysi fe'l yasovchi qo'shimchalari mos kelishini aniqlab chiqamiz. Ta'rif asosiga lan fe'l yasovchisini qo'shamiz hamda o'tgan zamonning qo'shimchasi ganni ham qo'shib talaffuz qilamiz. Ta'riflangan. Demak, so'z hosil qila olamiz. Ta'rif asosiga la fe'l yasovchisini qo'shib ko'ramiz. Ta'rifla o'tgan zamonni qo'shganimizda ta'riflagan so'zi hosil bo'ladi. Ammo e'tibor bering, illa va ulla qo'shimchalari faqat taq, viz kabi tovushga taqlid so'zlarga qo'shiladi. Shuning uchun ta'rif so'ziga bu qo'shimchalarni qo'shib bo'lmaydi. Ona tilimizda har bir qo'shimchaning o'z o'rni va qoidasi bor. Ta'riflashgan, ta'riflangan, ta'riflagan fe'llariga quyidagicha gaplar tuzib yozishimiz mumkin. Shoirlar o'z asarlarida ona tabiat go'zalligini juda mahorat bilan ta'riflashgan. Ikkinchi gap, bu kitobda qahramonning jasorati batafsil ta'riflangan. Uchinchi gap,
Qani do'stim, sen ham o'zing yoqtirgan faslni ta'riflachi. Siz ham mana shu fe'llarga gaplar tuzing, sinfdoshlaringizga o'qib eshittiring. Bugungi uyga vazifa 81-mashq. Rauf Tolibning Bahor so'zi she'rini ona til daftaringizga husnixat asosida ko'chirib yozing. She'rdagi qofiyador so'zlar qaysi so'z turkumiga oid ekanligini ayting. Fe'llarni aniqlab, tagiga tegishlicha chiziq chizing. Topshiriqni to'g'ri bajarganligingizni tekshiramiz. Rauf Tolib, Bahor so'zi. Tog'lar bag'ri adirlarda lolaman, lovullayman. Ko'piraman, guvullayman. Sho'x soyday shovullayman. Uyg'onaman, ko'z ochaman. Go'zal sirli tong bo'lib. Tovlanaman kamalakday, turfa rang bo'lib. Ushbu she'rimizda lovullayman, guvullayman, shovullayman so'zlari o'zaro qofiyadoshlardir. Lolaman, ko'piraman, uyg'onaman, ko'z ochaman, tovlanaman so'zlari ham qofiyadosh so'zlardir. Berilgan she'rda lovullayman, guvullayman, ko'piraman, shovullayman, uyg'onaman, ko'z ochaman, tong bo'lib, tovlanaman, rang bo'lib kabi so'zlar fe'llar so'z turkumiga tegishlidir. Siz ham mana shu fe'llarni belgilagan bo'lsangiz, barakalla. Bugungi darslarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.